Braziliya sohillaridan 35 kilometr uzoqlikda, Atlantika okeanining tinch suvlarida kichik bir orol sukunatda yotadi. U chiroyli, ammo qo'rqinchli. Bu joy Ilhada Coimada Grande, ya'ni odamlar tilida ilonlar oroli. Bu orolga oddiy odam qadam qo'ya olmaydi. Braziliya hukumati u yerga kirishni qat'iyan taqiqlagan. Sababi oddiy. Bu orolda yer yuzidagi eng zaharli ilonlardan biri yashaydi. Golden Lancehead Viper yoki oltin nayzabosh ilon. Olimlarning so'zlariga ko'ra, har kvadrat metrda bittadan ilon yashashi mumkin. Tasavvur qiling, har qadam ostida bir ilon g'ujanak bo'lib yotgan bo'ladi. Bu ilon turi dunyoning boshqa hech qayerida uchramaydi. U faqat shu orolda yashaydi. Qachonlardir bu joy Braziliya materigiga tutashgan, lekin dengiz sathi ko'tarilib, orol ajralib qolganida ilonlar shu yerda qolib ketgan. Oziq-ovqat kamaygach, ular qushlarni ovlashni o'rgangan. Shu sababli ularning zahri boshqa ilonlardan farqli, o'ljaning tanasini ichkaridan eritib yuboradigan darajada kuchli. Golden Lancehead ilonining zahri insonni atiga bir necha daqiqada o'ldiradi. Tibbiyot tadqiqotlariga ko'ra, u zaharning faqat bir tomchisi qon bosimini keskin tushirib yuboradi, tomirlarni yoradi, mushak to'qimalarini yemiradi. Shu bois orolga borish deyarli o'z joniga qasd qilish bilan barobar. Shunga qaramay, har yili oz sonli olimlar bu orolga maxsus ruxsat bilan tashrif buyurishadi. Ular ilonlarning sonini, ularning sog'ligini va genetik holatini o'rganadi. Chunki bu turning mavjudligi tabiat muvozanati uchun muhim. Ularning zahri garchi o'ta xavfli bo'lsa-da, tibbiyotda katta ahamiyatga ega. Ayrim tadqiqotlarda bu zahardan yurak va qon bosimi dori vositalari ishlab chiqishda foydalanilgan. Ammo orol atrofida hamon vahimali afsonalar yuradi. Mahalliy aholining aytishicha, orolda bir vaqtlar mayoq ishlagan. Mayoq xodimi oilasi bilan shu yerda yashagan. Ammo bir kechada ilonlar uyga kirib, ularni chaqib o'ldirgan. Shundan keyin mayoq butunlay yopilgan va avtomatik tizimga o'tkazilgan. Bu voqeaning qanchalik rostligini hech kim bilmaydi, lekin u ilonlar oroli atrofidagi sirni yanada kuchaytirgan. Bugungi kunda orolda odam yashamaydi, hatto qushlar ham u yerda uzoq turmaydi. Ular tanaffus qilish uchungina faqat qisqa muddat qo'nadi. Shu sababli orolni tabiatdagi yashirin laboratoriya deb atashadi. U yerda hayot o'z qonunlariga bo'ysunadi. Ilonlar hukmron, odamlar esa ular uchun chet eldan kelgan sayyohlar desak ham bo'ladi. Ba'zida orol yaqinida suzayotgan baliqchilar uzoqdan oltin rangli ilonlarni ko'rishganini aytishadi. Ularning jussasi katta, tanasi esa quyoshda yaltirab turadi. Shuning uchun bu joyni oltin orol deb ham atashadi. Ammo u oltin o'lim rangidagi oltin. Ilonlar oroli bu tabiatning sirli, dahshatli, ammo hayratlanarli mo'jizasi. Bu joyda inson kuchi hech narsani anglatmaydi. Bu yerda faqat jimlik, shamol va ilonlarning sovuq nigohi hukmron. Sizlar bilan 3-planeta kanali bo'ldi. Agar videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Kommentda ham videoga bo'lgan fikringizni yoki bu orol haqida qo'shimcha ma'lumot bilsangiz yozib ketsangiz ham bo'ladi. Va kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.